birinchi marta suvni reklamasini olmoqchi bo'lyapman, lekin olmayapman. Sizlarning fikringiz muhim. Menga masalan bu suv yoqdi. Hozir bu akamiz aytibdilar 150 metrdan chiqadi bu suv deyaptilar. Fransiya texnologiyalarida ishlab chiqariladi deyaptilar. Otini e'tiboring otini? Endels. Bu to'g'risida qisqacha ma'lumot berasiz. Men obunachilarim ichib ko'rishadi. Agar bo'ldi, biratan davay reklamani oling, desaki olaman. Ungacha dogovor yo'q. Agar sizlar rozi bo'lsanglar, ichib ko'rganinglardan keyin, ichmasdan yozmanglar, ichib ko'rgandan keyin o'zingizlar fikrlarni bildiringlar. Shu odamlarga umuman besplatno shundoqga tekinga reklama qilib beraman. Dogovor ham besplatno bo'ladi shundoq. Prosta ishligin rivoji uchun. Sizlarning gapingiz muhim. Pul uchun qilinmayapti bu yerda. Ishingni qil, qo'yingni so'y, tushungin sot demanglar. To'g'ri shu ish rivojlanish uchun. Bo'ldi, abdushiy tekinga reklama qilib beraman. Faqat bu narsa yaxshi narsa bo'lsin. Chunki tushunkani odamlar 5 kunda, 6 kunda ovqatga solish uchun yeydi. Lekin suvni insonlar har kun ichadi. Bu odam salomatligi uchun qanaqandir ziyon joylari kelsa, menga vaqti kerak emas. Okey, qanaqandir ma'lumotli kerak bo'lsa, bering. Xo'p. Shu suvimizni 150 metr chuqurlikdan olinadi. Fransiya texnologiyasida 8 etapli filtrlashdan o'tadi bu. Xo'p, bu suvimizni bizani gazlangan, gazlanmagan bor. Hamma standarti bor. 0.5, 1, 1.5, 5 litrlik, 10 litrlik, hatto 20 litrlik ham qo'yganmiz hozir. Kullerlarni ham qo'shib beramiz. Va hozirgi paytgacha mana sotib olgan bo'lsa, ichib ko'rgan odam shu paytgacha eng yumshoq suv ekan deb aytishyapti. Mana o'zingiz ichib ko'rasiz, aytasiz. Menga masalan yoqdi. Tomonlar yumshoqqina o'tadi va ichgan sari ichgisi keladi. Shuning uchun auditoriyangiz bitta ichib ko'rsin, ichsin bizga fikrlagan. Haqiqatda qanaqa ekan suvimiz? Bizga ham bu narsa qiziq. Haqiqatda ichib ko'rishgandan keyin xudo xolasa biz umid qilamiz, ularga ham yoqadi bu suvimiz. Agar yoqmasa xafa bo'lmaymizmi? Yo'q, albatta. Biz ustimizda ishlaymiz. Shu joyda to'xtaymiz. Da. Xafa bo'lganchilik yo'q. Xafagarchilik bo'lmaydi. Sizlarning gaplaringizni kutamiz. Izohlarda plyus belgini qancha ko'p qoldirsanglar, unda buni tekinga reklama qilamiz. Bo'lmasa, shunda shu joyda to'xtaydi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Ismini aytib qo'ying. Endless. 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 Endless.